Niyat qilamiz mana shu sahnada turib, Nodirbek ham xuddi shunday bo'lsin. Avaz Oxun deganda qanaqa olqish bo'ladigan bo'lsa, Nodir qiziq deganda ham shunday olqish bo'lishini yaratganini so'rab qolamiz. Endi konsert qilish oson emas. Konsertni homiylarni birro eslatib o'tmasam bo'lmaydi. Homiylar sifatli va hamyonbop eshik romlarini ishlab chiqaruvchi Order kompaniyasi, Eleven suvlari, Shahzod parfyum do'koni, Islomjon choyxonasi, o'sha mashhur Jizzax somsalarini tayyorlaydigan choyxona. Qolaversa, Asliyat o'quv markazi, ko'p tarmoqli tibbiyot markazi, Hamroqulov maktabi, ITchi, demak yigitlarni kadrlarni tayyorlaydigan Hamroqulov maktabi va bugun Nodir qiziqning eng katta homiysi bugun Turkiston saroyiga tashrif buyurgan siz azizlarsiz, qarsaklaringiz. Azizlar, men yana bir karra sahnaga elimizni suyukli san'atkori bo'lishda qalbiga qattiq tugib, bugun bor kuchini sarflab, sizni yuzingizga tabassum yugurtirishga harakat qilayotgan ajoyib san'atkor Nodir qiziqni taklif qilmoqchiman. Qarsakinglar! Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat, juda zo'r konsert bo'lyapti. Hammanglarga rahmat. Endi bitta narsa so'ramoqchiman. Krediti borlar bormi? Bitta qarsak chalib beringlar. Kredit yo'qlar bormi deb so'rasam bo'lar ekan o'zi. Hammada bormi? Endi kim nima olgan kreditga? Kimdir mashina olgan, kimdir uy olgan, to'g'rimi? Meni bitta jinni o'rtog'im kreditga xotin oldi. Endi uy olgan odam, endi kredit olgan biladi. Uy olsanglar, agar pulini vaqtida to'lamasanglar, bank uyini qaytarib oladi, to'g'rimi? Mashina olsangiz ham agar vaqtida to'lamasangiz, mashinani bank olib qo'yadi, to'g'rimi? Agar o'rtog'im kreditni vaqtida to'lamay qolsa, xotinni olib qo'yadimi? Kreditga uylandi. Men ham uylanganman. 2 yil bo'ldi, lekin naqdga uylandim. Qiyin ekan lekin oilada. Rosa qiyin ekan. Xotinim meni sehrgar deb o'ylaydimi bilmayman, yo biron bir bankning direktori deb o'ylaydimi? Uni olib bering, buni olib bering deyoradi-da. Bir kun nima deydi? Bu yil menga 8-martga nima sovg'a qilasiz deb turib 20-yanvar kuni so'rayapti. Men aytdim, o'zing 14-yanvarda menga nima sovg'a qilding desam, 14-yanvar qanaqa bayram edi? Qanaqa bayramligini ham bilmayapti-da. Vatan himoyachilar kuni edi-ku desam, armiyaga bormagansiz-ku. Borganman-u 1 oylikka. To'g'risini ayting. Men shu 1 oylik armiyada kalta yeganmisiz, yo'qmi deydi. To'g'risini aytaman, ishoninglar, mana shu gavdamga 1 oylik armiyada ataga 1 kun kaltak yedim. 1 kun. Qolgan 29 kun sanchasida yotdim licheniyada. Bu yil menga 8-martga nima sovg'a qilasiz dedi. Men bu yil senga 8-martga o'zimni sovg'a qilaman desam, boshqa qimmatroq sovg'angiz yo'qmi deydi. Bo'pti, o'zing tanla dedim. Nima olib beray? Bitta katta narsa olib beraymi yo ko'proq mayda narsa olib beraymi desam, mayda bo'lsa ham ko'proq olib bering dedi. 8-martga xotinimga 1,5 kilo semichka olib berdim. Namuncha ziqnasiz deydi. Semichkani shunda stol ustiga to'kuvdi, ichidan tilla uzuk chiqdi. Buni skam bo'lmaydi, yoniga nimadir olib berasiz, ko'ylak olib bering deydi. Bozorga bordik. Ahmoq erkak xotini bilan bozorga borar ekan. 6 soat bozor aylandik, hali bitta paypoq ham olganimiz yo'q. Unisini kiyadi, bunisini ichadi. Uni kiyadi, buni ichadi. Unisini kiyib ko'radi, bunisini. Sotuvchi xola yosh katta odam ekanda, Nodir qiziq, men uni ham bitta kiyib ko'rsinchi. To'g'ri kelmaydi. Keyin podvalga tushib ketadi, olib chiqadi. Men uni ham bitta kiyib ko'rsinchi. Qiynalib ketyapti. Agar hech narsa olmasak ham, mana shu ayolga $50 pul beraman dedim. Yo'q, bitta ko'ylak ma'qul bo'ldi. Sotuvchiga qarab, "Onaxon, mana shu ko'ylagingiz nech pul turadi?" desam, xola ham nima dedi? "Bolam, bir so'm puli kerak emas. Kelib ketaversin. Puli kerak emas. Kelib ketaversin." "Onaxon, qiynab qo'ydik sizni, uzr. Aytgan pulingizni beraman. Nech pul desam, bir so'm pul kerak emas. Kelib ketaversin bolam. Kiyib ketaversin." "Nimaga?" desam, "O'lsin, xotiningiz o'zi kiyib kelgan ko'ylak kiyib ketaversin." Shunaqa ham bo'ladi-da.
ahmoq o'zini tentak qizini maqtaydi dedim. Shunaqa gap bormi? Mani o'rtoqlarim bor. Endi yangi uylanganda ulpachilikda choyxonaga borsak, xotinini maqtaydi. Bitta o'rtog'im xotinini maqtayapti. Mani xotinim zo'r, qo'l oyog'i chaqqon. Uylarni shunaqa tozalaydi, qachon tozalaganini, qanday tozalaganini bilmay qolaman dedi. Yana bitta o'rtog'im aytdi, "Meni ham xotinim zo'r, kiyimlarim yirtilib qolsa yamoq qo'yadi, tikadi, tikkani bilinmaydi." Mana qara bilinyaptimi deb ko'rsatyapti menga. Men aytdim, "Meni ham xotinim zo'r" dedim. "Kirlarimni shunaqa yuvadi, yuvgani bilinmaydi" dedim. Mana yoqasini ko'r, bilinyaptimi? Baraka topgur, ko'ylak yuvasan, yoqasini yaxshilab yuv desam, siz ko'ylakni yoqasini yuvdirguncha bir haftada bir bo'yningizni ham yuvib turing deydi. Shukr qilmaysizmi shuncha kiyimlaringizni tayyorlab, dazmollab yuvib bersam? Rahmat senga, boringga shukr. Mana shu kiyimlarimni oda, borib mashinamga solib qo'y. Tadbirga ketaman desam, nima mashinamga? Biz bir oilamiz. Mashinamizga bo'ladi. Qara bolang yig'layapti desam, bolamizga bo'ladi. Telefonim jiringlayapti, qarab oling desam, onang telefon qilyapti dedim. Onamizga deng, baraka topkir, men sizni ota-onam deb o'tiribmanmi? Onamizga bo'ladi. To'yga ketyapman, shkafni oldida kiyim qidiryapman. Nima qilyapsiz yarim soatdan beri? Shimimizni qidiryapman dedim. Janjal. Akala, janjal. Uylanganmiz? Uylanmaganmiz. Katta farzandsiz, havasim keldi lekin. Uylanmaganmiz. Qiyin ekan uylanish, janjal. Ana bitta maqol bor, agar davom ettira olmay qolsam yordam berasizlar. Onasini ko'rib qizini oldiydimi? Shu gap rost ekan. Onasini ko'rib qizini olmagan odam, qizini olgandan keyin onasini ko'rar ekan. Janjalda to'yga boramiz, xizmat qilamiz, endi to'ylarda yuramiz-ku. Dasturxonga narsa qo'ysa yeymizmi? Bir kun ovqatlanib keldim, qornim to'q. Uyga kelsam, ovqatlanasizmi? Qornim to'q edi desam, "Ha, ko'chadagilar to'ydirib yubordimi?" Gapni qarang. Ertasi kuni to'yga bordim. Dasturxon ustida hamma narsa bor. Somsa, shashlik, tabaka, jiz, birinchi ovqat, ikkinchi ovqat, hech narsa yemadim. Uyga kelib, qornim och, ovqating bormi desam, "Ha, urushib qoldinglarmi?" Ovqat qilmabdimi? Janjalda janjal, turgan bitgani janjal, lekin hozir janjal qilmay qo'ydi. Nima sabab? 7 oy oldin biz farzandli bo'ldik. Janjal yo'q. U hozir bola bilan band, men bilan urushga vaqti bo'lmayapti. Agar bola katta bo'lib janjalda hidini sezib qolsam, sirazi ikkinchi bolaga harakat qilib qo'yaman, o'zi bilan o'zi bo'lib yuraver. Janjal, g'urbat deydi. Hozir mana shu yerda onaxonlar o'tirgandir balkim, onaxonlar, yoshi kattalar. Sizlarga bitta savolim bor-da. Kelin uyiga ota-onasini ko'rgani necha kunda bir borish kerak? Kim aytadi? Necha kunda? 15 kunda? Kim yana necha kunda jo'natadi? Bir hafta? Qo'shningizmi keliniz? Qo'shningiz emasmi? Bandan zo'r so'raydi-da, hammani kelini onamni ko'rib kelsam maylimi deydi-ya. Men xotinim dadamni ko'rib kelsam maylimi deb so'raydi. Onangni ko'rmaysanmi desam, siz bilan yashab onamni ko'ryapman, yetadi deydi. Bir kun bolali bo'ldik dedim-ku. Bolali bo'lgandan keyin ayollar kuchli bo'lib qolar ekan, qo'rqmas bo'lib qolar ekan, hech narsadan qo'rqmas ekan, hech narsadan. Oldin bolali bo'lishdan oldin bitta suvarakdan ham qo'rqardi. Suvarak bo'lsa 1 kilometr uzoqdan yurib sekin, "Mana uni o'ldirib bering" deb aytardi-da. Hozir bolali bo'lganmiz, ishoninglar, ilondan ham qo'rqmaydi, chayondan ham qo'rqmayapti, hattoki mendan ham qo'rqmayapti. Bir kun borsam, "Qayerda yuribsiz?" deydi. "Ha, ko'chada edim, tinchlikmi?" desam, "Chayon chaqib oldi" deydi. "Hech narsa qilmadimi?" desam, "Yo'q" deydi. "Chayongachi?" dedim. "Chayon o'ldi" deydi. "Zaharlanibmi?" dedim. "Supurgi bilan urib o'ldirdim, hazilingiz qursin sizni" deydi. "Bekor shoshibsan" dedim. "Urmasang ham o'lardi" dedim, mana shu dedim. Yomonlayapti deb o'ylamanglar, mehribon lekin. Mehribon. Boshim og'risa,
massaj qilib qo'yadi. Haligi ko'p tarmoqli tibbiyot texnikumida o'qigan. Bir kun boshim og'riganda massaj qilib qo'ydi. Yengil bo'lib qoldim. Boshim og'riganlar esimdan chiqib ketdi-da. Qo'ling dard ko'rmasin, yaxshi bo'lib qoldim desam, savolini qarang. Menga uylanmasingizdan oldin boshingiz og'risa kim massaj qilib qo'yardi? Men aytdim, senga uylanmasimdan oldin meni boshim og'rimasdi. Uylangandan og'riydigan bo'lib qoldi. Yomonlayapti demanglar, men yaxshi ko'raman to'g'risi. Bitta qarsak bo'lsin. Yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Lekin mendan ham ko'ra ko'proq buni itimiz hurmat qiladi. Uylanmasimdan oldin ozib to'zib yurardi-da itimiz. Uylangandan keyin semirib qoldi. Xotinim ovqat pishirsa, itimiz xursand bo'ladi dimilikillab. Bar o'zi yeydi-da o'sha. Bir kun onam aytdilar, kelin shirin qilyapsiz ovqatni. Faqat 2 dona lavlovrisdan sovaring, yana ham shirin bo'ladi dedi. Somayman oyijon dedi. Nimaga degandilar? Soganim bilan baribir hech kim yemayapti-yu dedi. Haqiqatda oilada bo'lgan voqealar mana shular. Bir kun onamdan so'radi, "Onajon, nima ovqat qilay?" dedi. Onam aytdilar, "Osh qiling kelin" degandilar. Suvni ko'proq sovargan ekan, shovla bo'lib qoldi osh. Ertasi kuni yana onamdan so'radi, "Oyijon, nima ovqat qilay?" deganda, "Bugun dimlama qiling kelin" degandilar. Uni ham suvini ko'proq sovargan ekan, sho'rva bo'lib qoldi. 3-kuni kelib, "Nima ovqat qilay?" dedi. Onam ham gap ko'stalada, "Kelin siz ovqat qilavering, nomini pishgandan keyin qo'yamiz" dedilar. Ayollar bor uchun quyosh nur sochar, ayollar bor uchun gul g'uncha ochar, ayollar bor uchun go'zaldir bashar, ayollar bor uchun erkaklar yashar deydi. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Endi bizni tirikchiligimiz asosan to'ydan. Endi to'yda davra olib boramiz. Davra olib boradigan odamni bizni tomonda boshlovchi deydi. Buxoroda rais deydi. Ana Toshkentda vodiyda o'rtakash deydi. Xuddi pastkash deganda eshitiladi odamga. To'y olib boramiz. To'yda eng jahlimni chiqaradigan narsa, yoqmaydigan narsa bu. Maza qilib gapirib tursangiz, qiziqchilik qilib tursangiz, birov oldingizga kelib, "Aka, 719 mashinani chetroq olib qo'ysin, aytib yuboring iltimos" deydi. O'sha narsa yoqmaydi. "Aka, 412 Matiz chetroq olib qo'ysin, aytib yuboring." Bir kun dahshat bo'ldi, to'y olib boryapman, qiziqchilik qilyapman, qistir bo'ldi. Hopis ko'rib turib, "Aka, men 10 ta sozanda olib kelganman. Pulini berish kerak bilan. Nima qilay, pul beraymi aka" desam, "Yo'q, onalarni o'ynatib bering" dedi. Ona o'ynasa pul tushadi, bilasizlarmi? Endi men onalarni chaqirishim kerak. Onalarni ulug'lab, chiroyli qilib chaqirish kerak-ku, monologlar aytib. Musiqa ketyapti. Zo'r. Men boshladim. Qalbimizda ungan abadiy ko'klam bizga dono ona yorligidandir. Balki bu dunyoning go'zalligi ham dunyoda onalar borligidandir. Maza qilib eshityapti hamma. Pashsha uchgani bilinyapti. Men davom etdim. "Onajon, yaralding bizni yaratmoq uchun, tonglarni bidor ottirmoq uchun yaralgansan o'zing, onajon" desam, mana shu quloqim oldida bitta lab turibdi-da. "Aka" desam, "Aka, 701 mashinani chetroq olib qo'ysan, aytib yuboring" deydi-yu. Ona haqida gap ketyapti-da, mashina sig'adimi shu joyga? "Aka, xalaqit qilyapsiz, nariroq borib turing, men onalarni o'tkazib yuborib beraman, aytaman, e'lon qilaman. Boshingga yoqsa gar g'avg'o-yu tashvish, hatto sevgan yoring ham tashlab ketarmish. Mard do'stlaring ortingdan tarqatsa mishmish, sani uchun yig'lagan mayus-u xomush, ana o'sha sani onang bo'larmish. Aka, 701 da eslatib yuboring iltimos." Yeyamga uryapti-da. "Aka, sal nariroq borib turing, aytaman, e'lon qilaman, onalarni o'tkazib yuboray, navbatini o'tsin, aytaman." Ota-ona keksaygach negadir farzandga emas suyanadilar yog'och yoki temir hassaga. Nega? Biz farzandlar oqibat qila olmaymizmi? Negaligini so'rab nima qilamiz? Biz ham bir kun ota yoki ona bo'lamiz. Ularga qiyin ekanin ular yoshiga yetsak bilamiz. Aka, jiddiyroq ayting, olmayapti. Jonimga tegib ketdi-da. Jonimga tegib ketdi. Hadis-u sharifda nurli kalom bor. Onangga yaxshilik qil avvalambor. Takror va takror onangga 701 dedi, onangni.
qadrini bilgin. Onajon. Aka aytvoring iltimos, jonga ham tegdingiz aka. Qanaqa mashina desam, Spark dedi. Keyin kallam ko'rdi, ana mashina o'zimning mashinam. Sekin onalarni o'ynatib yubordim, san'atkorlarga navbat berdimda, ana akaga aytdim. Aka, yuring o'zim olib qo'yaman desam, qanaqa qilib deydi. Egasi ichib qotib qopti ichkarida. Kalitini menga berdi, ukajon chetroq olib qo'y deb dedim. To'y chiroyli bo'ldi, faizli bo'ldi, tugadi. Mashinani minib Stoyankadan chiqib ketayotsan, boyiga odam Stoyankani qorovuli ekan. Uzoqdan menga mana bunaqa qilib turibdi-da. Iplos deyapti-da ichida. Odam emas ekansan, o'zingniki ekan u. Nega aytmading deyapti-da. Oldiga borsam, hozir nima desa ham uzr aka deymanda chiqib ketaman dedim. Shunda mashinani to'xtatib oldiga borib, "Ha aka" desam, ana odam, "Ha aka, sizlarga qiyin ekan" deydi. Nimaga desam, ana odam mashinasini uyigacha olib borib beryapsizmi deydi. Hayotiy voqealar. Salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.